ustalar nonni yarimta qilib o'zlari uylariga o'zlari terishyapti. Albatta bu hammasi hazil. O'zlari uylari ko'rishlar mumkin. Usta emaslar, lekin shu sohaga yaqinroq odamlar ko'rishlar mumkin. 310 minglik fasonimizni, xuddi shu fasonimizni 80 sm ga qo'yganmiz. Albatta narx o'zgargan akalar. Ko'rishlar mumkin. Men ham qilaman deganlar uchun tayyor rezultat mana. Ukamiz ham shu sohadalar, lekin usta emaslar. Aka o'zim qilaman deyishdi. Qilib berdik. 3 kunda bitgan o'sha 310 minglik balandligi 70 bo'lgan adashmasam, amakingiz uylari. Bu 80 ga bityapti va bunga qo'shilgan narsa mana bu poddoshka bo'ldi. O'zlari qilishyapti. Sabab poddoshkasi bor ekan, buni buzishmasdan mana shunday qilib ko'ksaroy bilan o'rab qo'yishdi. Juda ham chiroyli bo'libdi, xudo xolasa. O'zingizni uyingiz bo'lsa, yashash xonadoningiz bo'lsa, hech qanaqa javobgarlik bo'lmasa, hech kim jo'ramasa, bemalol o'zingiz mana shunday yarim tayyor mahsulotlarimizni olib o'zingiz qilsangiz bo'laveradi. Qani ustalardan nima qilishdi ekan? O, simlar qoqib, o'zingiz bo'lsa, erinmasda. Mana odamlar o'zini uyi bo'lsa ham mana erinmasdan devorga ham sim qoqib, hattoki granitga ham mana simlar qoqib, o'zlarining uylari xohlaganlarini ideal qilib o'zlariga ko'ngillariga yoqqanday qilib qilishyapti. Birovning uyi bo'lmasa, o'zingizni uyingiz bo'lsa, bemalol qila olasiz. Men ham qila olamanmi? Qila olasiz. Odam qilgan ish albatta. Faqat birovning uyi bo'lmasa, hech kimga javobgarlik bo'lmasa, bemalol qilaverasiz. Ko'rishingiz mumkin. Yarim tayyor sokil mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Mana shunday qilib chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ish sifatiga o'zingizga o'zingiz javob bergan bo'lsangiz, bemalol tavsiya qilamiz. Kayfiyat degan akalar ham qo'lidan keladi terish. Odam qilgan ish, yana qaytarib aytaman. Atak zo'r bo'libdi. Uka, bash. Chotki, birinchisiga zo'r. Usta bo'lmagan odam uchun ham zo'r. Bemalol tavsiya qilamiz. Bitishi bilan narxlari bilan iloji boricha videosini qo'yib beramiz. O'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'ling.